Bu pishloqni yeyotganda yuzingizga qurtlar sakrab o'rishi mumkin. Buni och qolsam ham yemardim. O'tirib olib pashani ham yeyishaveradi. Eng jinnicha ovqatlarni ko'rib chiqamiz. Casu Marzu Italiya, pishloq ichida tirik qurtlar. Sardiniyada tayyorlanadi. Ichida minglab tirik lichinkalar bo'ladi. Hatto ba'zi joylarda sotish taqiqlangan. Century Egg, Xitoy, 100 yillik tuxum. Bir necha oy maxsus aralashmada saqlanadi. Sarig'i to'q yashil yoki qora bo'lib qoladi. Tuxum chirigan deb o'ylaysiz, lekin aslida ataylab shunaqa qilingan. Balut, Filippin, ichida jo'ja rivojlanib qolgan tuxum. 14-21 kunlik embrion. Terisini shilib tuxumni yeyishadi. Ichidan esa jo'ja chiqadi. Surströmming, Shvetsiya, dunyodagi eng sassiq ovqatlardan biri. Fermentlangan sel balig'i konservasi ochilganda odamlar hididan qochib ketadi. Hakarl, Islandiya, chiritilgan akula go'shti. Akula go'shti oylar davomida yer ostida saqlanadi va quritiladi. Bonusiga odamlar Fransiyada qushni tirikligicha yeyishib oladi. Hatto yeyotganda boshiga sochiq kiydirib olar ekan. Siz undan ko'ra Kmartga kelib ramyon ichsangiz bo'ladi. Kanalga obuna bo'ling va bundan da qiziqarli videolarni tomosha qiling.